Ushbu loyiha O'zmilliybank AJ Gullan Buxo hamkorligida Xorazm viloyati Gullan tumani Beshuy MFY 782 hamda 784-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda qovun ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar 100% unib chiqqan. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 10 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Navnihol MChJ ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Bu loyiha bo'yicha har bir gektardan 20 tonna, jami 200 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirilib boriladi.